Agar siz ishlashni to'xtatsangiz, tasavvur qiling. Qolgan jamg'armangiz bilan qancha vaqt yashay olasiz? Men sizdan so'ragan savol boylikning ta'rifi edi. Bu yerda Robert Kiyosaki ismli odam haqida gap ketadi. U amerikalik investor, tadbirkor, yozuvchi, motivatsion spiker va moliyaviy sharhlovchi. So'nggi yillarda mashhur bo'lib, taxminan $80 million boylikka ega. Qiziq narsa shundaki, u boy oilada tarbiyalanmagan. Aksincha, uning oilasi ko'pchilik kabi edi. Qattiq mehnat qilishardi, lekin yaxshi moliyaviy ta'lim yo'q edi va ko'pincha pul bilan muammoga duch kelishardi. Unda Robert bugun qanday boy bo'ldi? Keling, uning eng mashhur kitoblaridan biri Rich Dad Poor Dad, boy ota, kambag'al otada tushuntirganida ko'rib chiqaylik. Robert Kiyosaki 1947-yil aprel oyida Gavayi orolidagi Hilo shahrida tug'ilgan. 1957-yilda 9 yoshida kichik Robert boylar farzandlarini yuboradigan oddiy maktabda o'qirdi. Shaharda ko'p shifokorlar, biznes egalari va bankirlar yashardi. Robert boy bolalarning o'zidan ajralib turishini ko'rdi. Chunki uning oilasi ularga o'xshab eng yangi o'yinchoqlar va velosipedlarni sotib ola olmasdi. Bir kuni Robert o'z otasidan, u bir necha universitetni a'lo baholar bilan tugatgan, PhD darajasiga ega edi, so'radi. Ota, menga boy bo'lishni qanday o'rgatasiz? Afsuski, otasi to'g'ri javobni bilmasdi. Chunki u o'zi boy emas edi. Shuning uchun javob berdi. Boshni ishlat, o'g'lim. Maktabda yaxshi o'qi, yaxshi baholar ol, keyin xavfsiz va barqaror ish top. Uning haqiqiy otasi keyinchalik kambag'al ota deb ataladi. O'sha paytda u kambag'al emas edi, hatto yaxshi maosh olardi. Lekin oxirida uning moliyaviy hayoti yomon tomonga o'zgardi. Endi kichik Robertning Mike ismli do'sti bor edi. Mikening otasi boy ota deb ataladi. U Robert va o'g'li Mike'ga chinakam boy bo'lishni o'rgatishni boshladi. O'sha paytda boy ota hali boy emas edi, lekin tez orada Gavayidagi eng boy odamlardan biriga aylandi. Boy ota bu bolalarga kuchli moliyaviy asos qo'ydi va ko'p muhim tamoyillarni o'rgatdi. Birinchi dars aktiv va passiv yoki majburiyat o'rtasidagi farqni bilish va boy bo'lish uchun aktivlarni sotib olish kerak. Agar boy bo'lishni xohlasangiz, faqat shuni bilishingiz va tushunishingiz kerak. Boylar aktivlarni sotib oladi, kambag'allar va o'rta sinf esa passivlarni, majburiyatlarni sotib oladi, lekin ularni aktiv deb o'ylaydi. Moliyaviy qiyinchiliklarning asosiy sababi aktiv va passiv o'rtasidagi farqni bilmaslikdir. Aktiv bu sizning cho'ntagingizga pul soladigan narsa. Passiv majburiyat bu sizning cho'ntagingizdan pul olib ketadigan narsa. Oddiy odamning pul oqimi. U ishidan daromad oladi, xarajatlari esa ovqat, kiyim, o'yin-kulgi, transport va hokazo. Keyin passivlari bor. Uy krediti, soliqlar, kredit kartalari, qarzlar va hatto uy o'zi. Aktivlari esa deyarli yo'q. Boylar esa boshqacha. Ular faqat ishdan pul topishga tayanmaydi. Ular aktivlarni sotib oladi. Ular passiv daromad keltiradi. Passiv daromad bu siz vaqtingizni sarflamasdan ham pul topadigan narsa. Hatto uxlayotganingizda ham. Misollar: siz ishtirok etmaydigan bizneslar, aksiyalar, obligatsiyalar, investitsiya fondlari, daromad keltiruvchi ko'chmas mulk, royalty va boshqa qiymatli narsalar. Kambag'al ota ishidan juda ko'p pul topardi, lekin xarajatlari daromadini quvib yetardi. Shuning uchun aktivlarga sarmoya qila olmasdi. Natijada passivlari, kreditlar, qarzlar o'sib bordi va u hatto vafotidan keyin ham qarzda qoldi. Boy otaning moliyaviy holati esa teskari. Aktivlari passivlaridan ko'p, daromadi xarajatlaridan oshib ketadi. Shuning uchun boylar tobora boyib boradi. Ularning aktivlari xarajatlarni qoplaydi va qolgan pul yana aktivlarga qo'shiladi. Ikkala ota ham qattiq mehnat qilgan, lekin fikrlari butunlay teskari edi. Bir ota: yaxshi o'qi, yaxshi kompaniyada ish top. Ikkinchi ota: yaxshi o'qi, yaxshi kompaniyani sotib ol. Bir ota: men boy emasman, chunki bolalarim bor. Ikkinchi ota: men boy bo'lishim kerak,
Chunki bolalarim bor. Bir ota. Pul bilan xavfsiz o'yna, xavf olmang. Ikkinchi ota. Xavfni boshqarishni o'rgan. Bir ota. Buni sotib ololmayman. Ikkinchi ota. Buni qanday sotib olsam bo'ladi? Boy ota aytganidek, his-tuyg'ularingizni fikrlash uchun ishlating. His-tuyg'ularingiz bilan fikrlamang. Agar bugun ishlashni to'xtatsangiz, qancha vaqt yashay olasiz? Agar siz boy bo'lsangiz, shunday deysiz: Men endi pul uchun ishlamayman. Pul men uchun ishlaydi. Video tugadi. Like va obuna bosishni unutmang.